Bizda hozir juda ko'p bemorlar meditsina sohasiga borib, lecheniya oladi, kasallikni kuchaytiradi, keladi. Aslida kasallikni birinchi o'rinda tabiiy yo'l bilan davolanadi. Meditsinaga og'ir ahvolda boriladi, birinchi yordam beriladi, sal o'ziga keltirgandan keyin yana tabiiy davolansa, keyin davo hisoblanadi. Hozirgi kunda birinchi bo'lib meditsinaga murojaat qilinyapti. Shuning uchun iloji boricha tabiiy yo'l bilan davolanishlik kerak. Bu meditsina sohasi bitta sog'lom odam sizga yozib bergan bir salafan dorini bitta sog'lom odamga qilsa nima bo'ladi? Sog'lom odam kasal bo'ladi. Qanday kasal odam tuzaladi bunda? Meditsina nima uchun chiqarilgan desa, birinchi yordam berishlik uchun. Asli tabiiy, bizni tanamiz tabiiy narsa. Tabiiy muolaja qilinadi, keyin davo bo'ladi. Xitoydan kelayotgan bu olma, noklarni yesa, olma yegandek bo'ladi. Asli buni ichidan hech qanday vitamin olinmaydi. Bu ukol dori esa 100% ximikat bo'ladi. Unda tabiiylik ham yo'q. Bundan aslida davo olinmaydi. Bundan tinchlantiruvchi, bir joydan bir joyga yetib oluvchi bo'ladi. Doimiy tabiiy muolaja olib yurganlar organizm sog'lom va baquvvat bo'ladi.